Kichik qizim kenjatoy bo'lgani uchunmi, biroz erkaroq, to'g'rirog'i dangasoroq ham edi. Qizalog'imni yaxshi ishlarga targ'ib qilish maqsadida kichikroq quti olib keldim. Qutining yoniga bir idish to'la turli rangdagi sharchalarni qo'ydim. Keyin qizimni chaqirib, har safar biror yaxshi ish qilgan paytida aytaylik menga yoki dadasiga yordam bersa, uy vazifalarini o'z vaqtida bajarsa, xonasini ozoda tutsa, maktabda yaxshi baholar olsa, xullas shu kabi yaxshi ishlarni qilsa, qutining ichiga bitta sharcha solishimizni aytdim. Hafta oxirida esa har bir solingan sharcha evaziga mukofot berishni va'da qildim. Lekin bu bilan birga odob axloqida biror o'zgarish bo'lsa, har bir xatosi uchun qutidan bitta sharcha olib qo'yishimni ham ta'kidladim. Tarbiyadagi bu uslubim zo'r ish berdi. Qizim maktabda avvalgidan ham yaxshiroq o'qiy boshladi. Doimo ozoda yurib, xonasini ham orasida saqlaydigan, sal shaddodligini aytmasa, o'rtoqlari bilan tortishmaydigan, urushmaydigan bo'ldi. Bora-bora qizimning namunali xulqi va yaxshiliklar qilishdagi faolligi bizni torlik qilib qolgan qutining o'rniga endi kengroq quti qo'yib berishimizga majbur qildi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, tarbiyaning bu uslubi bir qarashda bolani poraxo'rlikka o'rgatishdek tasavvur uyg'otadi. Lekin bola katta bo'lgani sari qilayotgan yaxshi ishlari faqat Alloh uchun qilinishi kerakligini ota-onasi va ustozlarining ko'rsatmalari, tushuntirishlarini natijasida idrok qila boshlaydi.